Rostgo'ylikni doim lozim tutish, yolg'ondan hazar qilish borasida payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: doimo rost gapiring. Zero rostgo'ylik yaxshilikka olib boradi. Yaxshilik esa jannatga yetaklaydi. Kishi rost gapirishdan charchamasa, rost gapirishdan bardavom bo'ladigan bo'lsa, Allohning huzurida u siddiq deb yoziladi uning maqomi. Yolg'onchilikdan saqlaning, chunki yolg'on buzuqlikka yetaklaydi. Buzuqlik esa do'zaxga olib boradi. Kishi davomli yolg'on gapirsa, Allohning huzurida kazzob deb yozib qo'yiladi deb Imom Buxoriy rivoyatida Rasululloh marhamat qilyaptilar. Dunyoda rostgo'y bo'lgan odam Allohning huzurida uning maqomi siddiqlar maqomida bo'ladi. Dunyoda hamma yaxshi ishni qilgan, lekin bitta aybi bor. Aytadi-yu, bitta aybim bor, boyota deydi-yu. O'sha yolg'onchilik bo'lsa, u kazzob deb yozib qo'yiladi. Alloh taolo hamma payg'ambarlarni vasf qilib sifatlay turib, u sodiq banda edi, siddiq banda edi deb turib, rostgo'yligini, fazilatini birinchi o'rinda zikr qiladi. Shayton alayhi la'nani, Fir'avnni malomat qilib, uning eng katta nuqsoni aybi yolg'onchi edi deb turib, Alloh kalomida payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida marhamat qiladi. Demak azizlar, rostgo'ylikning natijasi jannatga kirish bo'lsa, kazzoblik, firibgarlikning natijasi do'zaxga kirish bo'ladi.